Assalomu alaykum, Chaqirga pikamin kuzatuvchilar. Mana bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumani Mitan shaharchasi Chordara mahallasida yana bitta ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa baho beraverasizlar. Kimga shunday chiroyli fasonlar, gipga kamin ishlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Hammaning ishiga omad, musofirda yurganlarga ham omad. Bu yerimiz oq muramirga qora muramir bo'ldi. Mana ramkalar chetlariga qora muramirdan foydalandik. İchiga oq tomir solingan. Asosiy fonga oq muramir berdik, ichiga qora tomir solingandi. Chiroyli qilib chiqarib berdik. Kafil terish xizmatlari ham bor. Murojaat qilaverasizlar. Kafillarigacha terib chiroyli qilib beramiz. Ana uyimizda uzoqdan ko'rinishi. Chiroyli bo'lib uyga yarashib turibdi.